Dasturimiz davom etadi. Buxoro harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan Milliy gvardiya Buxoro viloyati bo'yicha boshqarmasi hamkorligida olis hududlardagi maktablarda ta'lim olayotgan o'quvchi qizlarni jalb qilgan holda "Men vatanparvarman" shiori ostida vatanparvarlik tadbirlari o'tkazildi. Hozir shu haqda 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida tashkil etilgan tadbir Romitan tumanining olis hududida joylashgan Gazli shahridagi 36-umumiy o'rta ta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Aytish kerakki, bugun yurtimizning olis yaqin hududlarida islohotlar bir xil tarzda kirib bormoqda. Jumladan, yoshlarga oid davlat siyosati doirasida amalga oshirilayotgan ishlar ham gazlilik o'g'il-qizlarni ona vatan uchun kamarbasta bo'lib ulg'ayishlariga xizmat qilyapti. Men vatanparvarman shiori ostida o'tkazilgan ko'rik tanlovda qatnashgan o'quvchi qizlar vatanga muhabbat va sadoqat ruhida o'zlarini haqiqiy To'maris avlodlari ekanligini namoyon etishdi. Tanlovning har bir shartida ijodiy qobiliyatlarni vatanparvarlik ifoda topgan qo'shiqlar, sahnaviy chiqishlar bilan ifoda etdilar. Turli millat vakillari istiqomat qiladigan ushbu hududda yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlarni o'z so'zlarida bayon qilishdi. O'quvchi qizlarning badiiy chiqishlari, savol-javob, vatanparvarlik haqidagi sahna ko'rinishlari hakamlar hay'ati tomonidan munosib baholab borildi. Tanlovning faol ishtirokchilari hamda g'oliblari tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanishdi. Tadbir davomida maktabning iste'dodli o'quvchilari ham o'z qobiliyatlarini kuy-qo'shiqlar va raqslar orqali namoyish etishdi va kechaga yanada fayz ulashishdi.